Davlatlarning poytaxti o'zgarishi jahon tajribasida ahyon-ahyonda ro'y berib turadigan holat. Sabablari esa turlicha bo'ladi. Masalan, bir necha kun oldin Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian Tehrondagi suv yetishmovchiligi va yer cho'kishi sababli poytaxtni Fors ko'rfazi tomonga, Dubayning qarshisiga ko'chirish rejalanayotganini ma'lum qildi. So'nggi haftalarda qo'shni Qirg'izistonda ham siyosatchilar turli sabablar bilan poytaxtni Bishkekdan Manas shahriga ko'chirish haqida gapira boshladi. Mamlakat ma'muriy markazini ko'chirish tajribasi O'zbekistonda ham bor. Bundan 95 yil oldin respublikaning siyosiy va ma'muriy markazi kutilmaganda Samarqanddan Toshkentga ko'chirilgan edi. Xo'sh, nima uchun bunday qarorga kelingan va poytaxt sifatida nega aynan Toshkent tanlangan? Bugun shu haqda gaplashamiz. Endi Turkiston ham bo'lmaydi. Bu Jamolistonni endi O'zbek deb ataymiz. Turkiston yaxshi edi-ku. O'rtoq Lenin Turkistonni O'zbek deb ataymiz dedilar. O'rtoq Leninning so'zi so'z, gapi gap. Bilasan nima uchun o'rtoq Lenin Turkistonni O'zbek deb atadilar? Yo'q. Chunki turkiy xalqlar bu ota yurti uchun qo'llariga qurol olib qon to'kmoqdalar. Agarda Turkiston bo'lmasa, yo'q qilsak, turkiy xalqlar qaysi ota yurti uchun jihad qiladilar? O'ynab qo'ydim o'sha Leninga, xo'pmi? SSSR deb atalgan kommunistik davlat tashkil topgach, Markaziy Osiyo xalqlarini bo'lib tashlash boshlanadi. Asosiy maqsad sun'iy chegaralar orqali mintaqa davlatlari o'rtasida keskinlik paydo qilish edi. O'sha paytda millat yetakchilari sifatida maydonga chiqqan jadidlar bu hududda umumiy Turkiston yaratish g'oyasini ilgari surgan bo'lsalar-da, bu amalga oshmay qoldi. 1924-yil sentyabr-oktyabr oylarida o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanish natijasida O'rta Osiyo hududidagi Turkiston ASR, Buxoro va Xorazm respublikalari o'rnida 6 ta milliy davlat birlashmalari tashkil etildi. Shu tariqa 1924-yil 27-oktyabr kuni O'zbekiston SSR tuzildi va uning tarkibiga 7 viloyat: Samarqand, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Farg'ona, Toshkent va Tojikiston avtonom respublika sifatida kiritiladi. 1929-yilda Tojikiston alohida ittifoqdosh davlat sifatida O'zbekistondan ajralib chiqadi. Keyinchalik 1936-yilda Qoraqalpog'iston o'z SSR tarkibiga qo'shiladi va xaritada bugungi O'zbekistonning shakli yuzaga keladi. O'zbekiston SSR tashkil topgan paytda juda qisqa muddat, 1925-yil fevral-aprel oylarida Buxoro shahri respublika poytaxti bo'lgan. O'sha yil aprelida bu maqom Samarqand shahriga o'tkazilgan. Darhaqiqat, Samarqand tarixan ham poytaxtlik shon-shuhratiga ega edi. Qolaversa 1929-yilgacha Tojikiston avtonom respublika sifatida O'zbekiston tarkibida, Qoraqalpog'iston esa 1930-yilgacha Qozog'iston tarkibida bo'lganini inobatga olsak, Samarqand geografik jihatdan O'zbekistonning qoq markazida joylashgan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat o'zgarib borgan. 1930-yil 17-avgust kuni poytaxtni Samarqanddan Toshkentga ko'chirish haqidagi qaror qabul qilinadi. Ayrim manbalarda Toshkentni o'zgartirish masalasi O'zbekiston SSR hukumatining o'sha paytdagi raisi Fayzulla Xo'jayev tomonidan bir kunda hal qilingani haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Bu esa qaror ortida siyosiy sabablar ham bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekiston SSR tuzilguniga qadar Toshkent Turkiston general gubernatorligining poytaxti bo'lgan. Shu sababli shaharda Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasining markaziy qo'mitasi, O'rta Osiyo iqtisodiy kengashi, Turkiston fronti, O'rta Osiyo harbiy okrugi kabi tashkilotlar joylashtirilgandi. Bundan tashqari boshqa qator omillar poytaxt ko'chirilishiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. 1920-yillar oxiriga kelib Toshkent iqtisodiy rivojlanish darajasi bo'yicha Samarqandni sezilarli darajada ortda qoldira boshlaydi. Rossiya imperiyasi davrida Toshkent Turkiston general gubernatorligining poytaxti sifatida infratuzilma yutuqlariga erishgan. Shaharda temir yo'l va elektr stansiyalari, sanoat korxonalari va zamonaviy aloqa tarmoqlari tashkil etiladi.
1930-yillarda Sovet ittifoqining birinchi 5 yillik rejasi doirasida Toshkent atrofida yangi sanoat obyektlari ham qurilishi rejalangandi. Bu shaharning iqtisodiy salohiyati va kadrlar bazasi Samarqandga nisbatan ancha ustun bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, poytaxtning ko'chirilishida transport va kommunikatsiya infratuzilmasining roli ham katta bo'ladi. Toshkent 20-asr boshlarida Markaziy Osiyoni Rossiya va Sibir bilan bog'lovchi asosiy temir yo'l tuguni sifatida shakllanadi. 1906-yilda ishga tushgan Orenburg-Toshkent temir yo'li shaharni Rossiya imperiyasi hamda Markaziy Osiyo ichkarisidagi hududlar bilan bog'laydi. Ayniqsa 1926-31-yillarda qurilgan Turkiston-Sibir temir yo'li Toshkentning transport geografik ahamiyatini yanada oshirdi. Bu yangi temir yo'l shimoldan Novosibirsk orqali yuklarni Toshkentga va janubiy yo'nalishda Farg'ona vodiysiga tez yetkazishga imkon yaratardi. Natijada Toshkent nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo uchun yirik transport chorrahasiga aylanadi. Poytaxtni Toshkentga ko'chirish ortida hududiy da'volar bilan bog'liq yashirin siyosiy omillar ham bo'lgani aytiladi. Manbalarga ko'ra, milliy hududiy chegaralanish o'tkazilgandan keyin Qozoq hukumati Toshkentni o'z poytaxtiga aylantirishga qaror qilgan va bu haqda Stalinga maktub yozgan. Bundan xabar topgan O'zbekiston hukumati respublika markazini shoshilinch ravishda Toshkentga ko'chiradi. Shu yo'l bilan Toshkentning Qozog'iston tarkibiga o'tishi masalasi kun tartibidan butunlay olib tashlangan. Ayrim tarixchilar Sovet hukumati Toshkentni Qozog'istonga berish takliflariga boshidanoq qarshi chiqqanini qayd etishadi. Stalin hatto Toshkent o'zbeklarga, Olmaota qozoqlarga deya alohida ta'kidlagani ham aytiladi. O'zbekiston poytaxtini Samarqanddan Toshkentga ko'chirish Moskvaning ham manfaatlariga javob berar edi. Shimoldagi markaziy hokimiyat o'ziga bo'ysunuvchi respublikalarning poytaxtlarini mamlakat o'rtasida emas, balki chegaraga yaqin hududlarga joylashtirishga intilgan. Shu orqali agar respublikalar Sovet ittifoqi tarkibidan ajralib chiqishni istasa, shu zahoti chegara yaqinida joylashgan markazni qiyinchiliksiz egallash maqsad qilingan. Xaritaga e'tibor berib qarasak ham, Toshkentning shimolda Qozog'iston, sharqda Qirg'iziston, janubda Tojikiston bilan chegaradosh hududda joylashganini ko'rish mumkin. Bir paytlar Turkiya poytaxtini Istanbuldan Anqaraga ko'chirgan Mustafa Kamol o'z qarorini izohlar ekan shunday degandi: Poytaxt chegarada joylashishi yurakning kichik barmoqda bo'lishi bilan barobar. Umuman olganda o'sha paytda Toshkent atrofidagi qishloqlarda qozoqlar ham yashagan, ammo shahar tili, madaniyati va umumiy hayot tarzi jihatidan haqiqiy o'zbek shahri bo'lgan. Bu Moskvadagilar ham inkor eta olmaydigan kuchli dalil edi. O'z navbatida Sirdaryo viloyatining bir qismi, xususan hozirgi Turkiston va Chimkent shaharlar atrofidagi yerlar Qozog'istonga berilgan. Rasmiy hujjatlarda poytaxtni ko'chirish sababi sifatida boshqaruvni optimallashtirish, xususan asosiy qishloq xo'jaligi va sanoat hududlariga yaqin bo'lish zarurati ko'rsatib o'tilgan. U paytlarda transport va kommunikatsiya aloqalari hozirgidek tezkor bo'lmaganini inobatga olsak, bu omil ham ancha mantiqli ko'rinadi. Darhaqiqat, Toshkentning geografik joylashuvi poytaxtni O'zbekistonning eng yirik paxtachilik markazi, Farg'ona vodiysiga ancha yaqinlashtirardi. 20-asrning 20-30-yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida paxta yetishtirish ustuvor tarmoq bo'lib, Farg'ona vodiysi bu yo'nalishda asosiy hudud bo'lgan. Vodiyning Andijon, Namangan, Qo'qon kabi shaharlarida yengil sanoat rivojlanib borayotgan edi. Samarqanddan farqli o'laroq Toshkentdan Farg'ona vodiysiga bir nechta yo'nalishda to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l va avtomobil yo'llari bor edi. Bu esa sovetlar uchun bu hududni boshqarishni yengillashtirardi. Markaziy ijroiya qo'mitasining 1930-yilgi qarorida aynan asosiy paxta yetishtiruvchi va sanoat hududi Farg'ona vodiysiga yaqin joylashuv omili eng asosiy dalil sifatida qayd etilgani ham bejiz emas. asrning 20-yillarida O'zbekistonning turli hududlarida, xususan Samarqand va Buxoro atrofidagi tog'li tumanlar va Farg'ona vodiysida Sovet rejimiga qarshi milliy ozodlik harakati davom etayotgandi. Toshkent shahri geografik jihatdan bu hududlardan olisroq va sovetlar uchun xavfsizroq edi.
Toshkentda Qizil armiya harbiy okrugi shtabi joylashgan bo'lib, atrof viloyatlarini nazorat qilish, milliy ozodlik harakatlarini bostirish uchun qulay bo'lgan. Shu sabab poytaxtning Toshkentga ko'chirilishida ma'lum ma'noda siyosiy barqarorlikni ta'minlash va kuch tuzilmalarining markazga yaqin turishi ham inobatga olingan.